Men ko'p kutib yashayman deysizmi? Kutuvlarni men ko'p kutib yashayman. Kutmang. Ertaga o'lib qolsangiz nima qilasiz? Ertaga o'lib qoladigan bo'lsangiz, misol uchun, любой moment o'lib qolishingiz mumkin. Siz bitta joyingizda srok godность yozilmagan-ku. Tarsdim. Unda srok godностьga qarab, ha, hali 30 yil bor ekan deydigan. Hech kimda srok godность yo'q, qizlar. Siz nimani kutib o'tiribsiz? Nimani kutib o'tiribsiz? Ertangi kun beriladimi, berilmaydi, bitta Alloh biladi. Inson yashash kerak, hech nimani kutish kerak emas. O'zi doim aytaman-ku, bizning xalq yashamaydi-da, yashashga tayyorlanib 80 yil tayyorlanamiz, o'tib ketamiz. Bo'ldi. Lekin yashamaymiz. Inson yashash kerak. Insonni ongini aldaydigan narsa bu o'tmish bilan kelajak. Ishonavering. Yaqinda men kvantiv skachok degan kurs oldim-da men. O'shani ko'pincha qo'lim bo'shagan payt o'qib o'tiraman da men aytaman, qanchalik prям miyani portlatib yuboradigan darajada aytilganda, uni ko'pchilik tushunmaydi lekin. Qarang-da, mana hozir bitta narsani tushuntirib beraman sizlarga. Yaxshilab eshitinglar meni. Desam. O'tmish mana bugun 4-iyul 2026-yil. Kecha 3-iyul bo'ldi. Kim menga 3-iyulni olib kelib bera oladi mana bugunga, hozirga? 4-iyulga 3-iyulni kim olib kelib bera oladi? Eng buyuk Alloh taolo ham 3-iyulni 4-iyulga olib kelib bera olmaydi. 5-ertaga 5-iyulni ham 4ga olib kelib bera olmaydi. Hech kim olib kelib bera olmaydi. Nima uchun? Потому что 5 ham yo'q, 3 ham yo'q. Bugun bor, 4 bor. Kim tushundi qizlar? 4-iyul, ya'ni hozir va shu yerda. Здесь и сейчас degan narsa bor-ku, hayot o'zi mana shu. Mana shu hayot.